Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Yaqinda Alloh kichkina dard bilan sinadi. Allohga shukr. O'tib oldi, lichenalarni ham olib chiqdi. Shuning uchun ozgina videolarimiz, Dumba Power haqida ma'lumotlarimiz kamayib qolgan edi. Telefonlarda ham javob berishga ozgina nima desa bo'ladi, muammolar bo'lib qoldi. Xudo xolisa bugundan yana ishni boshladi. Xo'p, akalar, hali ham sotuvda bor bizda. Bilasizlar, bu o'sha bizani eng ko'p sotiladigan kiloli variantimiz. Mana shu xaltachada 1 kilo bo'ladi. Narxi 220 ming so'm. Ko'rinishi mana shunaqa holatda bo'ladi. Katta kusok ham bo'ladi, ichida kichkina kusok ham bo'ladi. Buni kerakligini olasizlar, ichidan olib, to'g'rab kerakligini yeysizlar, qolganini yana shobada bo'ladigan joyga osib qo'yasizlar. Bu turgan sari ta'mi o'zgarib boraveradi. Bizda yana vakuum varianti bor. Agar siz safarga ketayotgan bo'lsangiz, mana shu vakuum variantida solib, bizdan sotib olib, safarda etilu sovuq joylarga borganingizdan keyin buni salafanidan yirtib, o'zini qopchasiga solib qo'yasiz. Kesilgan varianti bor. Buni narxi 35 ming so'm, bilasizlar. Bu ham qulay bo'ladi. Bitta ochib yeyishga, bir kishiga, ikki kishiga juda ham qulay bo'lgan. Akalar, bizani yana dumbadan tayyorlangan, qo'chqor dumbasidan tayyorlangan mazimiz bor. Bu haqida keyingi videoda to'liq sizlarga tushuntirib o'taman. Kimga kerak bo'lsa, mahsulotlar profilimiz Glanistda Telegram silka bor. Silka orqali o'tinglar, qayerga chiqarish kerak, to'liq manzilinglarni yozinglar yoki o'zingizlar kelib olib ketmoqchi bo'lsanglar, bolalarga lokatsiya so'zini yozinglar, bolalar lokatsiya tashab berishadi. Kelib, yeb ko'rib olib ketsanglar bo'ladi. Charchamanglar, o'zinglarni har doim ehtiyot qilinglar, kasal bo'lmanglar. Dumba Power hamisha dasturxoningiz ko'rki bo'lsin.